Bugun men siz bilan juda muhim masalalarni gaplashaman. 1222 qonun bo'yicha petitsiya, safarbarlik yoshi 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga taalluqli o'zgarishlar va odamlar nimalarni to'g'ri tushunishi kerakligi haqida. Bu mavzu faqat harbiy xizmatda bo'lganlarga emas, oilasida erkak farzandi, turmush o'rtog'i, akasi, ukasi, otasi bor har bir insonni qiziqtiradi. Chunki qonundagi bitta o'zgarish butun oilaning rejalariga, ishiga, kreditiga, farzand tarbiyasiga va kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaryapti, kim xavotir olishi kerak, kimda asosli istisnolar bo'lishi mumkin, petitsiyaga qanday munosabat bildirish kerak va o'zingizni huquqiy tomondan qanday tayyorlaysiz. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'pincha keyin katta muammolarning oldini oladi. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Safarbarlik masalasida eng xavfli narsa vahima emas, noto'g'ri ma'lumotdir. Odamlar ko'pincha biror xabarni Telegramda ko'radi. Kimdir hammani olib ketadi deydi. Yana kimdir hech narsa bo'lmaydi deydi. Ikkalasi ham zararli. To'g'ri yondashuv shuki, qonun loyihasi yoki qabul qilingan norma matnini ko'rish. Rasmiy manbani tekshirish, yosh chegarasi, toifa, istisno va tartibni alohida tushunish kerak. Avval ko'p odamlar safarbarlik deganda faqat yoshroq, harbiy xizmatni yaqinda o'tagan yoki zaxirada turgan fuqarolarni tasavvur qilardi. Amaliy hayotda ham ko'pchilik men girimdan oshdim, menga tegmaydi. Mening oilam bor, meni chaqirishmaydi, men ishlayapman. Demak bormayman deb o'ylardi. Lekin qonunlarda yosh chegarasi, zaxira toifasi va harbiy hisob turishi boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa 55 yoshgacha bo'lgan safarbarlik masalasi ko'tarilganda bu oddiy gap emas. Minglab oilalar uchun real huquqiy savolga aylanadi. Hozir bahs qilinayotgan 1222 qonun atrofidagi asosiy xavotir shundan iboratki, safarbarlik yoshi va chaqirilishi mumkin bo'lgan fuqarolar doirasi kengayishi mumkin. Bu degani odamlar faqat men xizmat qilganmanmi yoki yo'qmi degan savol bilan cheklanmasligi kerak. Harbiy hisobda turish, mutaxassislik, sog'liq holati, oilaviy vaziyat, ish joyi, nogiron qarindoshga qarash, ko'p farzandlilik, yagona boquvchilik kabi omillar ham alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Men bu yerda sizga qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men ekspert sifatida shuni aytmoqchiman. Qonun o'zgarayotgan paytda fuqarolar sukut saqlasa, keyin nega bizdan so'rashmadi deyish kech bo'lishi mumkin. Petitsiya degani aynan shuning uchun kerak. Jamiyat o'z pozitsiyasini tinch, qonuniy va aniq shaklda bildiradi. Kimdir bu qonunni to'liq qo'llab-quvvatlashi mumkin. Kimdir ayrim bandlarga qarshi bo'lishi mumkin. Kimdir esa istisnolar kengroq yozilishini talab qilishi mumkin. Muhimi odamlar mavzuni tushunib o'z fikrini huquqiy yo'l bilan bildirish kerak. Endi men eng muhim savollarga tartib bilan javob beraman. Birinchi savol: 55 yoshgacha safarbarlik degani nimani anglatadi? Bu hamma 55 yoshgacha bo'lgan erkaklar ertaga majburiy ravishda olib ketiladi degani emas. Bu yuridik jihatdan shuni anglatishi mumkin. Ma'lum toifadagi harbiy hisobda turgan, sog'lig'i bo'yicha yaroqli deb topilgan va qonunda ko'rsatilgan talabga mos fuqarolar safarbarlik doirasiga tushishi ehtimoli bor. Demak, xavotirni aniq savollarga bo'lish kerak. Men harbiy hisobdamanmi? Mening yoshim qaysi chegaraga kiradi? Sog'liq bo'yicha maqomim qanday? Oilaviy holatim qonundagi istisnoga kiradimi? Ish joyim strategik yoki bron beriladigan tashkilotmi? Masalan, 28 yoshli fuqaro harbiy xizmatni o'tagan, sog'lom, oilasi yo'q va harbiy hisobda turibdi. Bunday odam safarbarlik bo'yicha eng ko'p e'tibor qaratiladigan toifalardan biriga kirishi mumkin. Ikkinchi misol, 42 yoshli erkak. 3 nafar farzandi bor. Ota-onasidan biri birinchi guruh nogiron, oilada asosiy boquvchi. Bunday vaziyatda u avtomatik ravishda chaqirilmaydi deb aytish xato, lekin uning qo'lida istisno yoki kechiktirish uchun hujjatlar bo'lishi mumkin. U aynan shu hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yishi kerak. Uchinchi misol, 54 yoshli mutaxassis, ilgari armiya bilan bog'liq texnik kasbda xizmat qilgan, hozir ham transport, aloqa, energetika yoki tibbiyot sohasida ishlaydi. Yosh katta bo'lsa ham mutaxassisligi sababli u masalaga bevosita aloqador bo'lishi mumkin. Ko'pchilik men hech qachon armiyada bo'lmaganman, demak menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi tizimlarda harbiy xizmatni o'tamagan bo'lsa ham fuqaro harbiy hisobga olingan bo'lishi, tibbiy ko'rikdan o'tish yoki zaxira tartibida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun men hammaga birinchi maslahatni beraman. O'zingizning harbiy hisob maqomingizni aniqlang. Taxmin bilan yashamang.
Menimcha, eshitishimcha, do'stim aytdi degan gaplar huquqiy muammoni hal qilmaydi. Ikkinchi savol, kim ko'proq xavotir olishi kerak? Avvalo harbiy xizmatni o'taganlar, zaxirada turganlar, sog'lig'i bo'yicha yaroqli deb topilganlar, harbiy mutaxassisligi borlar, oldin mudofaa, xavfsizlik, aloqa, muhandislik, transport, tibbiyot, logistika, texnika ta'miri kabi sohalarda tajribaga ega bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Bu sizni albatta chaqirishadi degani emas. Bu siz hujjatlaringizni tekshirib, vaziyatingizni aniq bilishingiz kerak degani. Uchinchi savol. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Sog'liq bo'yicha yaroqsiz deb topilganlar, qonunda aniq ko'rsatilgan oilaviy istisnoga ega bo'lganlar, muhim davlat yoki iqtisodiy obyektlarda biron tartibida ishlaydiganlar, doimiy parvarishga muhtoj yaqin qarindoshning yagona qarovchisi bo'lganlar, qonun bo'yicha kechiktirish huquqiga ega bo'lgan talabalar yoki boshqa toifalar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin men yana takrorlayman. Nisbatan xotirjam degani qo'l qovushtirib o'tirish emas. Har bir holat hujjat bilan isbotlanadi. Real hayotda eng ko'p uchraydigan muammo mana bunday bo'ladi. Odamning otasi nogiron, lekin nogironlik guvohnomasining muddati o'tgan. Yoki onasi kasal, lekin tibbiy xulosa rasmiylashtirilmagan. Yoki odam 3 farzandli, lekin bir farzand boshqa manzilda ro'yxatda, hujjatlar tartibsiz. Yoki fuqaro oilada yagona boquvchi, lekin ish joyidan daromad ma'lumotnomasi olmagan. Chaqiruv yoki tibbiy ko'rikka oid xabarnoma kelganda esa hamma hujjatlarni bir kunda to'plashga urinadi. Natijada asab, vaqt, pul va imkoniyat yo'qoladi. Shuning uchun men bu mavzuda eng asosiy gapni aytaman. Safarbarlik masalasida huquqiy tayyorgarlik bugun boshlanadi. Xabarnoma kelgandan keyin emas. Endi ko'pchilik tushunmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, yosh chegarasi bilan yaroqlilik bir xil narsa emas. Fuqaro yosh bo'yicha doiraga kirishi mumkin, lekin sog'liq bo'yicha yaroqsiz bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, yoshi katta bo'lsa ham mutaxassisligi va sog'lig'i sababli e'tiborga olinishi mumkin. Shuning uchun faqat tug'ilgan yilga qarab xulosa chiqarmang. Ikkinchi nozik jihat, oilali bo'lish har doim avtomatik ozodlik bermaydi. Ko'p odam mening xotinim va bolam bor deb o'ylaydi, lekin qonunda aynan nechta farzand? Farzandlarning yoshi, nogironligi, qarovga muhtoj shaxs borligi, yagona boquvchi maqomi kabi mezonlar yozilishi mumkin. Masalan, bir farzandli erkak bilan 4 farzandli erkakning huquqiy holati bir xil bo'lmasligi mumkin. Nogiron farzand tarbiyalayotgan ota bilan oddiy oilaviy vaziyatdagi ota ham bir xil baholanmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, sog'liq bo'yicha da'vo og'zaki aytilmaydi. Menda bel og'rig'i bor, bosimim ko'tariladi, yuragim bezovta qiladi deyishning o'zi yetarli emas. Tibbiy karta, tashxis, analiz, shifokor xulosasi, statsionar davolanish tarixi, tekshiruv natijalari bo'lishi kerak. Agar odamda haqiqatan ham jiddiy kasallik bo'lsa, lekin u hech qachon shifokorga rasmiy murojaat qilmagan bo'lsa, hujjat bo'lmagani uchun o'z holatini isbotlash qiyinlashadi. 4-nozik jihat, ish joyi masalasi. Ba'zi korxona va tashkilotlarda xodimlarga bron berilishi yoki safarbarlik davrida ish joyida qoldirish zarurati bo'lishi mumkin. Lekin bu ham xodimning og'zaki gapiga emas, tashkilotning rasmiy ro'yxati, lavozimi, funksiyasi va tegishli organlar bilan kelishilgan tartibga bog'liq. Masalan, elektr tarmog'ida muhim avariya brigadasida ishlaydigan mutaxassis bilan oddiy tijorat savdo bo'limida ishlaydigan xodimning maqomi farq qilishi mumkin. 5-nozik jihat, manzil va xabarnoma. Ko'p odam ro'yxatda bir joyda, yashashda boshqa joyda, ishlashda 3-joyda bo'ladi. Keyin menga hech narsa kelmadi deydi. Huquqiy jarayonlarda ro'yxatdagi manzil elektron xabarnoma. Ish joyiga kelgan xat yoki mahalla orqali berilgan ma'lumot muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun manzilingiz, telefon raqamingiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Tartibsizlik ba'zan odamni himoya qilmaydi. Aksincha muammoga olib kiradi. 6-nozik jihat, petitsiya bilan qonun o'rtasidagi farq. Petitsiya bu qonunning o'zi emas. Petitsiya odamlarning rasmiy murojaati, talab yoki taklifi. Agar petitsiya ko'p ovoz olsa, davlat organlari, parlament yoki mas'ul tashkilotlar bu masalaga munosabat bildirishga majbur bo'lishi mumkin. Lekin petitsiyaga imzo qo'yish bilan qonun darhol bekor bo'lib qolmaydi. Shu bilan birga imzo qo'ymaslik ham baribir foydasi yo'q degan xulosa uchun asos emas. Fuqarolik jamiyatida ko'p o'zgarishlar aynan qonuniy, ommaviy va aniq talablar orqali shakllanadi. Menimcha bu masalada eng to'g'ri pozitsiya shunday. Agar siz 25 yoshgacha safarbarlik doirasi juda keng yozilyapti deb hisoblasangiz,
yoki oilaviy, tibbiy, iqtisodiy istisnolar aniqroq bo'lishi kerak deb o'ylasangiz, petitsiyada o'z fikringizni bildiring. Agar siz qonun bo'lishi kerak deb hisoblasangiz ham, baribir uning adolatli, tushunarli va suiiste'molga yo'l qoldirmaydigan shaklda bo'lishini talab qilishga haqlisiz. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Rasmiy manbani tekshiring. Qonun loyihasi yoki petitsiya havolasini faqat ishonchli manbadan oching. Noma'lum kanallardagi havolalarga pasport ma'lumotingizni, SMS kodni, bank kartangizni kiritmang. Petitsiya imzolashda odatda shaxsni tasdiqlash talab qilinishi mumkin, lekin bu jarayon rasmiy platformada bo'lishi shart. Agar saytnoma shubhali bo'lsa, dizayni g'alati bo'lsa, sizdan karta raqamini so'rasa yoki SMS kodni tasdiqlash uchun berishni talab qilsa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, o'zingizning huquqiy holatingizni yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga quyidagilarni yozing. Tug'ilgan yilingiz, harbiy xizmatni o'tamagansiz, harbiy guvohnoma yoki hisob hujjatingiz bormi? Sog'lig'ingiz bo'yicha muhim tashxislar bormi? Oilangizda nechta farzand bor? Kim sizning qaramog'ingizda, ish joyingiz qayerda? Lavozimingiz qanday? Shu ro'yxatning o'zi sizga qaysi hujjatlar yetishmayotganini ko'rsatadi. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, harbiy guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosalar, ish joyidan ma'lumotnoma, daromad ma'lumotnomasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlar. Qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlarni alohida papkaga yig'ing. Raqamli nusxasini ham telefoningizda va bulutli saqlash joyida tuting. Bu vahima uchun emas, tartib uchun kerak. To'rtinchi qadam, sog'lig'ingiz bo'yicha real holatni tekshirtiring. Agar sizda yurak, qon bosimi, umurtqa, ko'rish, eshitish, diabet, asab tizimi, jarrohlikdan keyingi asorat, surunkali kasalliklar bo'lsa, ularni rasmiy tibbiy hujjat bilan tasdiqlang. Shifokorga boring, tekshiruvdan o'ting, xulosa oling. Kasallik borligini faqat odamning o'zi bilishi yetarli emas. Davlat organi hujjatga qaraydi. 5-qadam, ish joyingiz bilan gaplashing. Kadrlar bo'limidan yoki rahbaringizdan tashkilotga safarbarlik bo'yicha biron tartibi bormi? Qaysi lavozimlar muhim hisoblanadi? Sizning hujjatlaringiz yangilanganmi? Harbiy hisob bo'yicha ish beruvchida qanday ma'lumot borligini so'rang. Bu savollarni janjal bilan emas, normal ish tartibida bering. Chunki ko'p hollarda ish joyining o'zi ham xodimlar bo'yicha ma'lumotlarni yangilashi kerak bo'ladi. 6-qadam, agar petitsiyani qo'llab-quvvatlasangiz, fikringizni aniq yozing. Faqat qarshiman deb yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz shunday mazmunda fikr bildirishingiz mumkin. 25 yoshgacha safarbarlik doirasini kengaytirishda ko'p farzandli oilalar, yagona boquvchilar, nogiron qarindoshiga qarovchilar, surunkali kasalligi bor fuqarolar, iqtisodiyot uchun zarur mutaxassislar bo'yicha aniq va adolatli istisnolar yozilishini talab qilaman. Mana bunday fikr masalani huquqiy doiraga olib kiradi. 7-qadam, oilangiz bilan oldindan gaplashing. Bu noqulay mavzu, lekin zarur. Uyda hujjatlar qayerda turadi? Bank kreditlari kimning nomida? Bolalarning bog'cha yoki maktab hujjatlari qayerda? Ota-onaning dori-darmoni qanday olinadi? Ish joyi bilan kim bog'lanadi? Shularni bilib qo'yish kerak. Bu faqat safarbarlik uchun emas, har qanday favqulodda vaziyat uchun oilaviy mas'uliyatdir. 8-qadam. Advokat yoki huquqshunosdan maslahat olishdan qo'rqmang. Agar sizga xabarnoma kelsa, tibbiy ko'rik natijasiga rozi bo'lmasangiz, oilaviy istisnoingiz inobatga olinmasa yoki hujjatlaringiz qabul qilinmasa, mustaqil huquqiy maslahat oling. Odamlar ko'pincha kech murojaat qiladi. Vaqt o'tib ketgandan keyin shikoyat qilish qiyinlashadi. Har bir qaror, komissiya xulosasi, rad javobi yoki chaqiruv hujjati bo'yicha muddatlar bo'lishi mumkin. 9-qadam, yolg'on hujjat, tanish-bilish, pul berish kabi yo'llarga bormang. Men buni juda qat'iy aytaman. Bu nafaqat noqonuniy, balki keyin yanada og'irroq oqibatga olib keladi. Agar huquqingiz bo'lsa, uni qonuniy yo'l bilan himoya qiling. Agar hujjatingiz yetishmasa, to'ldiring. Agar qaror noto'g'ri bo'lsa, shikoyat qiling. Lekin noqonuniy yo'l sizni himoya qilmaydi, aksincha zaiflashtiradi. 10-qadam, boshqalarga ham tushuntiring. Oilangizda, mahallada, ishxonada odamlar vahima qilayotgan bo'lsa, ularga rasmiy manbani ko'rsatishni ayting. Hammani olib ketarkan yoki hech kimga tegmaydi degan gaplar o'rniga keling. Qonun matnini ko'raylik, istisnolarni tekshiraylik, hujjatlarni tayyorlaylik deb yondashing. Jamiyatda huquqiy savodxonlik oshsa, noto'g'ri qarorlar va suiiste'mollar ham kamayadi.
Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Petitsiyaga imzo qo'yish yoki qo'ymaslik har bir fuqaroning shaxsiy qarori. Lekin qaror bilim asosida bo'lishi kerak. Agar siz qonun oilangizga, yoshingizga, ishingizga yoki sog'lig'ingizga ta'sir qilishi mumkin deb hisoblasangiz, befarq qolmang. İmzo qo'yish qonuniy fuqarolik pozitsiyasidir. Fikr bildirish qonuniy huquqdir. Savol berish, tushuntirish, talab qilish, istisnolarni aniqlashtirishni so'rash ham qonuniy huquqdir. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. 1022 qonun var. 2005 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy gap emas. Bu minglab oilalar hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan huquqiy masala. Hamma ham bir xil xavf ostida emas. Lekin har bir odam o'z maqomini aniq bilishi kerak. Yosh, sog'liq, harbiy hisob, oilaviy vaziyat, ish joyi va hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Men sizga maslahat beraman. Rasmiy manbani tekshiring, petitsiya matnini o'qing. Agar qo'llab-quvvatlasangiz qonuniy tartibda imzo qo'ying. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sog'lig'ingizni rasmiy tasdiqlang va oilangiz bilan bu mavzuni ochiq muhokama qiling. Vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Eng kuchli himoya bu aniq ma'lumot, tartibli hujjat va qonuniy harakatdir. Siz bu qonun bo'yicha qanday fikrdasiz? 55 yoshgacha safarbarlik adolatlimi yoki istisnolar aniqroq va kengroq bo'lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu bugun bir odamning emas, butun jamiyatning masalasidir.